Ko'ngil izlab yurdim nelarda, çayning nochi eslamavada. Men sizlarga vakolatim bir tet paqaytib qoldi. Alamet chekini qo'rg'idek bir çay olib tatib qoldim ha. Bu çayımızın materyali olib qolsa, mana shu tabiiy o'simlik materiallardan foydalanib tayyor qilgan çaylarimiz mana. Men demisam sizlar necha vaqtdan beri jiq ko'rib ketgan, jiq bilib ketgan bilisizlar. Lachindana, aql qaraha, shaqaqol, so'lab misri, maka qatorliq isl mahsulotlardan çay tayyor qilib qo'ydik. Her qaysilarning tetib ko'rishiga arziydi. Bu çayligimizni agar chanimiz do'kon kelish imkoniyatingiz yo'q qolib qolsanglar, uchur qoldirish orqali situatsiyalar bo'ldi. Mamlakatning har qaysi joylariga sepiramiz. Biz çayimizni bir tetib biqishning arzigidek bir çay. Biz yaqin taraf tuqqanlar qolsanglar kelisizlar bir piyola çayim bor. Biz çayimni tetib haqiqiy yoqtirib situatsiyalar bo'ladi. Agar chanda bo'lak çaylarga ehtiyojingiz bo'lib qolsa, sizning ko'nglingizdagi har qanday çaylarimiz bor. Kelip situasiyonu karşılamız. Rahmet.